eringiz sizni qilgan xizmatlaringizga, itoatlaringizga pul to'lash kerak. Masalan, ovqat qilyapsizmi? Eringiz ko'chadan ham qornini to'ygizishi mumkin edi. Ammo uyda to'ydiryaptimi? Pulingizni oling. Dazmol qilyapsizmi? Pulingizni oling va hokazo. Siz har bir mehnatingizga yarasha haq olishingiz kerak. Unutmang, mehnat haqsiz qolmasligi kerak. Sen qanaqa fikrdasan? Nimaga? Shu ayol kishi eriga xizmat qilganlarini evaziga eridan haq so'rashiga. Ayol eriga itoat qilishini evaziga erkak ayolga beradigan nafaqasi, uni uy-joy bilan ta'minlashi, kiyim-kechak, ro'zg'or bilan ta'minlashi erkak kishiga farz qilingan. Ya'ni erkak kishi bu narsalarni qilib berishga majbur. Sizni mehnatlaringizni qilayotganim evaziga menga haq to'ling deyishim noto'g'ri. Chunki men xizmatkor emasman, pulingizni olib xizmatimni qilsam. Men ayol kishiman. Men sizga qilayotgan xizmatlarim evaziga Alloh sizga beradi, siz esa menga. Qaysi ayol eriga xizmat qilayotganini evaziga haq so'rayotgan bo'lsa, demak, savob o'rnini pulga almashibdi. Barakalla.